Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs darslaridan birodarlar, nifoq mavzusini qo'yayotgan edik. Davom etamiz. Biz Qur'onda zikr qilingan ana shu munofiqlarning alomatlari haqida o'qiyotgan edik. 7-belgisi. Munofiqlarning sifatlaridan 7-si 200lamachilik. Ya'ni bir qavmda oldiga borsa, bir xil yuz bilan boradi, ikkinchi qavmda oldiga borsa, boshqacha yuz bilan boradi. Taqvodorlar orasida bo'lsa, o'zini dindor, taqvodor qilib ko'rsatadi. Gunoh, ma'siyatga botganlar orasiga kirsa, shularning bittasi bo'lib qoladi. Munofiqning so'zi yoqimli, mayin bo'ladi. O'zini so'ziga Allohni guvoh qilib gapiradi. Qasam ichadi. Sizni yaxshi ko'rishimni Alloh biladi deydi. Jannati ukam deydi. Jannati birodarim deydi. Siz unga o'zingiz to'g'ri odam bo'lganligingiz uchun to'g'ri deb ishonaverasiz. Keyin qilayotgan qilalarga qaraydigan bo'lsangiz, umuman boshqa narsani ko'rasiz. Shuning uchun yaxshilab bilib olaylik birodarlar. Bir odamni gapirgan gapi bilan qilayotgan ishi qarama-qarshi bo'lsa, u odam qaysi tomonda odami bo'ladi? Gapirgan so'zini odamimi yoki qilayotgan ishini odamimi? Shuning uchun biz qilayotgan ishiga qaraymiz. Garchi bizga unaqa qasam ichib birodarman, do'stman, yaxshi ko'raman demasa ham, lekin qilayotgan ishlari sizga do'stona ekanligini ko'radigan bo'lsangiz, biz uni do'st deb bilaveramiz. Garchi muloyim gapirmasa ham. Alloh taolo aytadi, astagfirullah: "Va minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya va yushhidulloha ala ma fi qalbihi va huwa aladdul khisam." Ey Muhammad alayhisalom, odamlar orasida shunday kimsalar borki, uning gapirgan gapi hayotda, dunyoda sizga qiziq tuyuladi. Va o'zi islomga ashaddiy husumatchi bo'lgan holida dilidagi, qo'shtirnoq-ichidagi iymoniga Allohni guvoh keltiradi. Ya'ni musulmonlarga ashaddiy dushman, qalbi shunaqa, lekin so'zi asaldan ham shirin bo'ladi. Mana shu munofiqning sifatlaridan bo'ladi. Bu munofiq shu darajada qalbi fasodga uchraganki, o'zini yolg'oniga o'zi ham ishonadigan bo'lib ketgan. Mo'min bunaqa bo'lmaydi birodarlar. Tilidagi qalbida bo'ladi. Qalbidagi qilayotgan ishlarida ko'rinadi. Uni oshkorasi ham bir xil, maxfiysi ham bir xil bo'ladi. Shuning uchun musulmon birodarlarimizga nasihat, birodarlar, odamlar ko'rgan paytda masjidda o'qiyotgan namozimizni uyda ham o'qiylik. Ma'qulmi? Ko'chada ko'tarib aytib yurgan tasbihimizni uyda ham aytib yuraylik. Ko'chadagi ochiq yuzliligimiz, shirin so'zliligimiz uyga kirganda ham bo'lsin. Uyga kirganda boshqacha bo'lib qolmaylik. Musulmonlar orasida, odamlar orasida turganda qanday o'zingizni tutsangiz, taqvoli, ko'zingizni tiygan, tilingizni tiygan, uyga kirganda ham, yolg'iz qolganda shunday bo'ling. Chunki siz Allohni kuzatuv ostida ekanligingizni unutmang. Kim uchun qilyapsiz bu ishlarni? Alloh uchunmi? Uyda ham bir xil bo'ling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man lam yakun lahu wara'un yasudduhu an ma'siyatillahi idha khala, lam ya'ba Allohu bi shay'in min amalihi." Agar bir odam yolg'iz qolganda, dedilar Rasululloh, uni ma'siyatdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, yolg'iz qolganda ham gunohdan to'xtatadigan taqvosi bo'lish kerak odamni. Agar shunday bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolo bu bandani amallarga parvo qilmaydi. Ko'chada qilayotgan taqvoingiz uyda ham bo'lishligi kerak. Shunda bu taqvo deyiladi. Aks holda Alloh taolo bu amalga nazar solmaydi. Yana payg'ambarimiz aytadilar: "Rak'atan min wara'in xoyrun min alfi rakatin min muhallatin." Gunohlar bilan aralashgan holda o'qilgan 1000 rakat namozdan ko'ra taqvo bilan o'qilgan 2 rakat namoz afzal. 8-sifati. Yerda fasod tarqatish. Munofiqlarning sifatlaridan yana bittasi yer yuzida fasod tarqatadi. Vaholanki o'zini muslihlardan, isloh qiluvchilardan deb biladi. Astagfirullah. Va idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha va yuhlikal hartha wan nasl vallohu la yuhibbul fasad. Oldingizdan ketganda esa
yerda buzg'unchilik, ekin va nasllarni halok qilish uchun yugurib yelib yuradi. Alloh esa buzg'unchilik, fasodni sevmas. Munofiq odam oilalarning buzilishiga sabab bo'ladi. Munofiq odam ulfatlarning o'rtasiga sovuqchilik tushishiga sabab bo'ladi. Munofiq odam savdoda, tijoratda billa sherik bo'lganlarning o'rtasining buzilishiga sabab bo'ladi. Opa keladi singlisiga kelgan. Ering nima sovg'a qildi? Hayitga deydi. Nima olib berdi deydi. Mana olib bersin, shuni olib berdimi? Qara-ya, palonchiga mana olib beribdi eri deydi. Bo'ldi, qarabsizki, berigi xotin nima qiladi? Eri kelganda ming'illaydi. Buzilishga sababmi? Buzilishga sabab. Yoki bo'lmasam o'sha tijoratda sherik bo'lib ishlayotgan ikkita musulmonni bittasiga boradi-da, o'rtalar daromad qanaqa qilib bilasizlar? Senga nima deya olmaydi-da bu yerdagilar. Senga nima foydasi bor buni bilishlikda? Biz o'zimiz ochamiz, enakin kirib keladi bunaqalar. Oradagi foydani qanaqa qilib olasizlar? 70 ga 30 mi? Siz 30% ni olasizmi? Qarangga, o'zi asosiy ishni o'zi siz qilar ekansiz. Do'konda kechgacha siz turar ekansiz, issiq demak, sovuq demak, odamlar har xil asablaringizni o'ldiradiganlar keladi. Qarangga, 70 ga 30 mi? Bo'lmabdi bu deydi. Desa nariga odam nima qiladi? Sherigi bilan yoqalashishga o'tadi. Shunaqa odam kelsa, garchi u sizga shirin gapira, mana aytdik-ku, so'zi asaldan shirin bo'ladi. Sizga men birodar nasihatgo'yman, sizni yaxshi ko'raman Alloh uchun, men sizni foydangizga aytyapman deb keladi-da, sekin ichingizga kirib turib fasod yoyib qo'yadi. Menga mehribonlik qilmay qo'ying. Endi pulda hammasi sherigingizniki bo'lgandan keyin 70% oladi-da. U yerga qaramaysizmi? Siz kuysiz mehnatingizga kuydingiz, bo'ldi. U o'rtaga qo'ygan sarmoyasiga kuyadi. Bu yerni gapirmaysiz. Munofiqning ishi demak odamlarning orasini buzib yurishlik. Siz oldingizdan ketgandan keyin esa Muhammad alayhisalom yer yuzida ular buzg'unchilik tarqatishadi. Munofiqlarning sifatlaridan 9-inchisi. Alloh va rasulining hukmidan to'sish. Munofiq odamga shariatning so'zi og'ir bo'ladi. Qur'onning hukmi qiyin bo'ladi amal qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'ziga qalbi moyil bo'lmaydi. O'rtada bir muammo bo'lib qolsa, shariat bo'yicha hal qilaylik desangiz, qochadi. Shariatni yechimiga rozi bo'lmaydi. Bizda ham shu sifat bor bo'lib qolishi mumkin. O'rtada birov bilan muammo bo'lib qolganida savdoda. Bunday surishtirsangiz, shariy hukm bo'lsa, sizni zararingizga hukm qiladiganiga o'xshab turibdi. Agar shariatga borsangiz, zarar bo'lishligini hidi kelib qoldi. Endi nima qilasiz? Erkakcha hal qilaylik. Keling bo'lsa palonchi akani oldiga boramiz. Munofiqlikning bir belgisi shu. Munofiq odamga shariatning hukmlari og'ir keladi. Lekin shunaqa o'g'il bolalarni ham eshitganmiz. Domla shariat bo'yicha hal qilamiz. Kimi foydasi, zarari bo'lsa muhim emas. Shariat bo'yicha hal qilaylik. Mayli agar men zarar ko'rsam, zarar ko'raylik. Shunaqa o'g'il bolalar ham bor. Mana nifoq yo'q shu odamning qalbida. Chunki zarar ko'rsa ham shariat aytganini qilyaptimi? O'ziga foyda ekanligini tushunyapti. Astagfirullah. Va idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallohu va ila ar-rasul ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa. Qachon ularga Alloh nozil qilgan kitobga va payg'ambar o'gitlariga kelinglar deyilsa, shariat bo'yicha yechaylik deyilsa, u munofiqlarning sizdan qattiq yuz o'girganlarini ko'rasiz. Qo'limizda Allohning kitobi turibdi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sunnati turibdi, shariat turibdi. Munofiq odam bu narsaga ko'nmaydi. O'zini ra'yiga suyanadi. Kimi gapini olsa oladi, lekin shariatning gapini olmaydi. Munofiqlarning sifatlaridan 10-inchisi. Munofiqning sifatlaridan yana bittasi ko'p qasam ichadi. Qasamni ko'p ichadi. Zarurat bormi, yo'qmi? Nima uchun qasam ichadi desa, qalbidagi kasalni borligidan. Uni birov yolg'onga chiqarmadi. Qasam ichishini talab qilmadi, qasam ichaveradi. Nima uchun? Odamlar menga ishonmaydi deb o'ylaydi. Astagfirullah. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah
falahum azabun muhin. Ular o'zlarining yolg'on qasamlarini qalqon qilib olishib, odamlarni Allohning yo'lidan to'sdilar. Bas ular uchun xor qiluvchi azob bordir. Odamlarni ularning so'zlarga bo'lgan ishonchsizliklarini qasam bilan to'smoqchi bo'lishadi. Bu oyatni siz bilan bizga bergan xabari. Kella bir yengil takrorlab chiqamiz. Munofiqlarning qaysi alomatlarini ko'rdik? Qasamni ko'p ichadi, Allohning yo'lidan to'sadi, yer yuzida fasod tarqatadi, odamlarning o'rtasini buzadi. Qalbi maraz bo'lgan holida so'zlari asaldan ham shirin. Musulmonlarga bir yomonlik yetishiga ko'z tutib turadi. Bir tomonda tura olmaslik, riyokorlik, ikkiyuzlamachilik, namozga yalqovlik. Munofiqlarning sifatlaridan keyingisi 11-sifati ortiga qaytishlik. Munofiq odam kimga o'xshaydi? Bir odamga o'xshaydiki, bu odam safarga chiqdi, 1 kun, 2 kun, 3 kun yurdi, ozgina qiyinchilik, mashaqqat bo'lgandan keyin shart safarni to'xtatib orqaga qaytib olgan odamga o'xshaydi. Astagfirullah. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Bunga sabab ularning tillarida iymon keltirib, so'ngra dillarida kofir bo'lganlaridir. Bas ularning dillari muhrlab qo'yildi. Endi ular iymonning haqiqatini anglay olmaslar. Iymonga keldi bir odam. Iymonning talablarini bildi. Chegaralar, taklifotlar, farz vojiblar, haromlar, ilm majlisi, ko'zni tiyish, ona mumkin, mana mumkin emas. Qarasa ko'payib ketdi. Nafsiga yoqmay qoldi. Allohga ahd berib, kalima keltirgandan keyin iymonni o'ziga yuk deb tushundi. Dinni o'ziga yuk deb tushundi, shuning uchun ortiga qaytib ketdi. Mo'minlardan ajrab oldi. Astagfirullah. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru. Bunga sabab nima bo'ldi? Tilida iymon keltirdi-yu, dilida kofir bo'lganligi. Ilm majlisiga 1 yil qatnab yuradi. Ancha narsani eshitadi, o'rganadi, lekin havoyi nafsiga, shahvatiga teskari kelib qolganligi uchun o'rgangan narsasi chiqib ketadi. Yomon ulfatlar majlisiga, fisq fujur yig'inlariga qaytib oladi. Mana shu qaytish munofiqlarning qaytishi deyiladi. Tushunarlimi? Undan tashqarichi, xo'p, darsxonadan chiqib ketdi, kelmay qo'ydimi? Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Chunki uni sodiq iymonida sodiq mo'min deb ishonib, unga suyanib, bir narsani topshirib, unga ishonib turgan paytingizda shart nima qilib qo'yadi? Pand berib qo'yadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotga chiqqanlarida 30 ming askar chiqqan. Shunda Rasululloh Madinadan chiqib ketganlarida kim yo'q desa, falonchi yo'q. Dunyosi aldab olib qoldi. Ha anaqa odam edi, manaqa odam edi deb turib, musulmonlar ma'lumot qilishdi. Shunda Rasululloh aytdilar, unday demanglar. Agar ularda Madinada payg'ambarimiz bilan chiqmasdan qolib qolganlarda yaxshilik bo'lsa, Alloh ularni biz oldimizga olib keladi. Agar unday bo'lmasa, qutulibsizlar. Chunki biz oramizda bo'lib turib, bizga pand berib qo'ygandan ko'ra, yo'q bo'lsa, ishonmaymiz u odamda borligiga. Shuning uchun bu oyatda ekanimizda darsxonada yurib turib kelmay qo'ydimi? Demak, shu yaxshi ekan biz uchun. Munofiqlarning sifatlaridan 12-si. Bu munofiqlarning tashqi ko'rinishiga qarab turib, haybatlanasan, xursand bo'lasan, ammo qalbi maraz bo'ladi. Munofiq odamni ko'rinishi chiroyli bo'lishi mumkin. Qomati kelishgan, qarasang ko'zni to'ldiradi, gapirsa shirin gapiradi, odamlarni o'ziga rom qiladi, aql hushi o'rnida. Xullas, tashqi ko'rinishini ko'rib turib rozi bo'lasan. Alloh taolo nima deydi bular haqida? Astagfirullah. Va idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Qachon siz ularga qarasangiz, ularning jismlarini, ya'ni haybatini ko'rib turib hayratga qolasiz. Va in yaqulu tasma' li qawlihim. Unaqalar so'zlaganda so'zlari ohangdor, fasohatli bo'lganligi uchun diqqat berib quloq solasiz.
Ka'annahum khushubun musannada. Lekin ular dillarida iymon yo'q bo'lganligi sababli go'yo devorga yo'lab qo'yilgan chirik yog'ochga o'xshaydi. Yahsabuna kulla sayhatan alayhim. Mana munofiqlarni sifatlab beryapti Alloh. Ular qo'rqoqligi sababli har bitta baqir chaqiriqni bizni ustimizga kelyapti deb, ustiga tushayotgan balo deb gumon qilishadi. Endi Alloh aytayapti, humul adu. Mana shular dushman. Fahdharhum. Ulardan ehtiyot bo'ling. Ularni Alloh la'natlagay, qanday adashmoqdalar-a? Munofiqun surasi. Xullas, munofiqni ko'rsangiz, qoyil qolasiz. Shakli shamoiliga, gapirgan gapiga, yurish turishiga, so'zini ohangiga. Lol qoldiradi tashqi ko'rinishi. Soqolni uzun qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Do'ppini chiroyli qilib kiygan bo'lishi mumkin. Tasbih o'girib yurishi mumkin. 5 mahal namozga qatnashishi mumkin. Namozda birinchi safda turishi mumkin. Ko'chalarda odamlarga va'z, nasihat qilishi ham mumkin. Ammo qalbi habis bo'ladi. Shahvoniy bo'ladi. Odamlar ko'rmaydigan joyda man qilingan ishlarni qilib qo'yaveradi. O'ng qo'li deydi, hojaka bo'lib turib deydi. Soqol qo'yib turib, nima bo'pti hojaka bo'lsa? Birodarlar, soqol Abu Jahlda ham bo'lgan. Abu Jahlda salla ham bo'lgan. Uzun kiygan. Nima? Shu bilan bir binasi bo'lib qoldimi? Mo'min banda bunaqa bo'lmaydi, birodarlar. Uni zohiri ham, botini ham bir xil bo'ladi. Gapirayotgan gapi qilayotgan ishiga teskari kelmaydi. Mo'min odam bunaqalarga aldanib qolmasligi kerak, farosatli bo'lish kerak. Birodarlar, Ali ibn Abi Talibning zo'r gapi bor ekan. Nahnu na'rifur rijala bil haqq. Biz kishilarni haq orqali tanib olamiz. Biz erkaklarni, kishilarni haq orqali tanib olamiz. Wala na'riful haqqo bir rijal. Haqni kishilar orqali tanimaymiz. Tushunarlimi? Palonchi-palonchakalar qilyapti demay bo'laverar ekan, haq shu ekan emas. Haqni bilamiz, shu haqqa to'g'ri kelgan erkaklarni haq deymiz. Endi uning uchun erifil haqqo ta'rif ahlahu degan so'z bor. Avval haqni tanib ol nimaligini, keyin haq egalari kimligini bilasan. Musulmon kishini o'lchovi o'ta nozik bo'ladi. Shariatga xilof ravishda yurgan odam musulmonning ko'zida qadrsiz bo'ladi. Bunaqa odamlar musulmonlarning nazaridan tushib qoladi. Ammo insonlarning ma'siyati, xatosi, Alloh va Rasulidan uzoqligiga qaramasdan, faqatgina shakli shamoilga qarab, qaddi qomatiga qarab, kiyinishi, gapirishi, so'zini yumshoqligiga qarab baho beradigan odamlar bu sodda odamlar ekan, go'l odamlar ekan. Musulmonlar bunaqa bo'lmaydi. Musulmonlar farosatli. Demak, 3 darsda biz munofiqlarning qaysi sifatlarini o'qidik. Birinchidan, ular qasamxo'r bo'lishligi, Allohning hukmidan to'sishligi. Ikkinchisi, yer yuzida ular fasod tarqatadi. Uchinchisi, odamlarning aloqalarini buzadi. Qalbi maraz bo'lib turgan holida tilidan chiqayotgan so'zi asaldan shirin bo'ladi. Beshinchisi, musulmonlarga yomonlik yetishini poylab kutib turadi. Oltinchisi, bir tarafda turmaydi. La ilaha ula va la ilaha ula. O'ng tomonda ham emas, chap tomonda ham emas. Bir yo'li bo'lib yaxshilar bilan emas, bir yo'li bo'lib yomonlar bilan emas. Ikki tomonga teng olib turadi. Yettinchidan, Alloh va Rasulining hukmidan to'sadi. Sakkizinchisi, ikki yuzlamachi bo'ladi bular. To'qqizinchisi, sargardonlik, sarsonlik va hayronlikda bo'ladi. 10-si, namozga yalqonlik qilishadi. Shunga alohida to'xtadik. Idza qamu ila solati qamu kusala. Namozga yalqonlik bilan turishadi. Yuraunan nas. Odamlarga riyo qilishadi. Vala yadkurunalloha illa qalila. Va Alloh taoloni kamdan kam zikr qilishadi. Mana shu zikr degan narsaga qattiq e'tibor berdikki, siz bilan bizni Allohning zikriga tilimizni polvon bo'lmasligi, tilimiz Allohning zikri bilan doimiy bo'lmayotganligi bu yaxshilikning belgisi emas. Aytdik, mo'minning bitta zikri Allohning zikr qilishi ikkita zikr o'rtasida turadi. Siz Allohni zikr qildingiz. Undan keyin Alloh sizni zikr qildi.
Lekin siz Allohni zikr qilishingizdan avval ham Alloh sizni zikr qilgan bo'ladi. Demak, Alloh sizni eslaydi, shunaqa bandam bor deydi. Keyin sizni qalbingizga Allohning zikrini muhabbati tushadi, keyin zikr qilasiz, undan keyin Alloh yana sizni maloikalar huzurida zikr qiladi. Qo'limizda dunyo matohi bo'lmasa alam qilyapmiz. Falonchi mana mashina olibdi, ololmadik, alam qilyapmiz. Falonchi mana imorat quribdi, qurolmadik, alam qilyapmiz. Dunyo matohidan boshqalarga berib, bizga bermagan bo'lsa, alam qiladi-yu. Lekin Alloh bizni eslamasa va biz Allohni zikr qilmasak, bu narsaga alam qilmayapti. Birodarlar, zikrda ko'proq bo'laylik. Chunki Allohni ko'p zikr qilgan odamning qalbi nifoqdan salomat bo'ladi. Hasan Basri aytdi, munofiqlikdan faqat munofiq xotirjam bo'ladi. Munofiqlikdan faqat mo'mingina xavotir olib turadi. Chunki haqiqiy iymon egasi bo'lgan taqvoli mo'min nifoqdan qo'rqib turadi. Dalil Umar al-Faruq radhiyallohu anhu, ey Huzayfa, Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Rasululloh munofiqlarni senga tanishtirganida meni ismimni ham aytganmidilar? Umar ibn Xattob xavotir olgan ekan. Shuning uchun biz har qancha taqvoli bo'lmaylik, har qancha bo'lmaylik, nima bo'lmaydi? Biz Umar ibn Xattobni yaniga kela olmaymiz. Lekin shu zot nifoqdan qo'rqgan ekan. Birodarlar, bu juda xatarli mavzu. 4-darsimiz munofiqlarning sifatlari haqida. 13-sifati munofiqlar namozni avvalgi vaqtidan kechga surishadi. Mana shu ham nifoqning belgisi. Bomdodni shu kun chiqishga yaqin taqab o'qiydi. Asr bo'pti desa shomgacha o'qib olaman deydi. Kun botishga yaqin o'qiydi. O'qiganda ham namozni qarg'a qon cho'qigandek o'qiydi. Namoz munofiqlar uchun qalb ibodati emas, faqat jasad ibodati bo'ladi. Astagfirullah. Fawailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun alladina hum yura'un va yamna'unal ma'un. Bas namozlarini unutib qo'yadigan kimsalar bo'lgan namozxonlarga halokat bo'lgay. Qo'sh tirnoq ichidagi namozxonlarga. Ular riyokorlik qiladigan kimsalardir. Demak, jamoatga intilmaydi, namozni kechga suradi, namozga yalqovlik qiladi va namoz o'qiydigan bo'lsa, xushu bilan o'qimaydi. Munofiqlarning sifatlaridan 14-si, agar musulmonlarga yaxshilik, g'alaba va xayriyat yetadigan bo'lsa, munofiqlar bundan qiylanadi. Bu narsa ularga yoqmaydi. Bu narsa ularni g'amga kiritadi. Mashina oldingiz, xursandsiz, mahallaga minib keldingiz. Qulluq olsin deb turib unisi bunisi keladida, shu yaqin bir odamingiz bo'lishi mumkin. Oshnam deb bilgan bo'lishingiz mumkin. Ba'zida e'tibor bersiz turib qoladi. Bo'lganmi bir amatda? Bo'lgani? Haligi radi prilichiya ham qulluq olsin deb qo'ymaydi-da, muzlab qoladi. Mana shu ham nifoqning bitta belgisi. Chunki musulmonga yaxshilik yesa musulmon xursand bo'lishi kerak. Munofiq odam uni bir do'sti ishi yurishib ketsa yuragi siqiladi. Hurmati ko'tarilib ketsa bundan alam chekadi. Uni oldida narigi musulmonni maqtasa o'tira olmaydi shu yerda. Nimasini topib turadi? Endi shunaqa bo'lib qoldi-da endi. O'zi kechalar manaqa edi. Bormi? Xursand bo'lib qo'yaver. Sha'nini, hurmatini tushirishga harakat qiladi bunaqa munofiq. Mana shu ham munofiqlarning birodarlar belgilaridan bo'ladi. Siqiladi, hasadini ko'rsatib turadi, noroziligini oshkor qilib turadi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Agar sizlarga bir yaxshilik yetsa, bu narsa ularni xafa qiladi. Va in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Agar yomonlik yetsa, ular bu narsadan xursand bo'ladi. Agar sabr toqat qilsanglar va Allohdan qo'rqsanglar, ularning nayrinlari sizlarga hech qanday zarar qila olmaydi. Albatta Alloh ularning qilayotgan amallarini ihota qilguvchidir. Demak, 17-sababi munofiqlar musulmonlarga yetgan yaxshilikdan
xursand bo'lmaydi, aksincha bundan alamlanadi. Musulmonga musibat yetsa faqat munofiq xursand bo'ladi va bu quvonchini oshkora qiladi. Ana shu musulmonga yomonlik yetganda xursand bo'lsa, munofiq Alloh uni jazolaydi. Endi bu xursandchiligini oshkora qilsa, uqubat yana ham ziyodalashadi. Munofiqlar Alloh taoloning toatini karih ko'radi. Chunki qalbi nopok, habis. Alloh ularni yomon ko'radi, chunki ularning niyatlari buzuq. Ular Allohning vahiysidan yuz o'girishuvdi, Alloh ham ulardan yuz o'girdi. Ularni shaqovatli qilib qo'ydi. Birinchi darsimizda aytdik. Baqara surasidagi 1-20 oyatga qarasak, mo'minlar haqida so'z ketdi. 6-7 oyatida Baqara surasini kofirlar haqida gap ketdi. Undan keyingi 13 ta oyatda qatorasiga munofiqlarning sifatlarini Alloh bayon qilib berdi. Mo'min. Buni ishi oson. Mo'minni tanisiz, kimligi tayin, ichi ham tashi ham bir xil. U bilan muomala qilish oson, uni tanish ham oson. Kofir, uni ham ishi oson. Ichidagi tashida, tashidagi ichida. Kofirligini aniq bilib olasiz. Ammo munofiq zohirida islom va musulmonligini ko'rsatadi, ammo qalbida bu narsa bo'lmaydi. 5 ta mo'minlar haqida oyat, 2 ta kofirlar haqida oyat, 13 ta munofiqlar haqida oyat. Birodarlar, bu xatarli mavzu. Buni bilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotga chiqqanlarida ayrim kishilar chiqishmadi. Rasululloh kimlar yo'q deb so'raganlarida falonchi yo'q, fo'kinchi yo'q, dunyosi aldab qo'ydi, issiqda yurgisi kelmadi biz bilan deb turib musulmonlar o'pkalashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, unday demanglar. Agar ularda, o'sha qolib qolgan odamlarda yaxshilik bo'lsa, bizni oldimizga Alloh ularni olib keladi. Agar unday bo'lmasa, qutulibmiz ulardan. O'zi uchun, biz uchun yaxshiligi bo'lsa, Alloh olib kelib qo'yadi bizni safimizga. Endi bizni safimizda emasmi? O'pkalamanglar. Demak, bunga loyiq emas. Shuning uchun agar u munofiqlar ichida yaxshilik bo'lsa, olib kelar edi Alloh. Lekin yo'qmi? Demak, ular yo'qligi yaxshi. Astagfirullah. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allohu inbi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Agar ular deydi Alloh taolo jihodga chiqishni istaganlarida uning uchun tayyorgarlik ko'rib qo'ygan bo'lar edilar. Lekin Alloh chiqishlarini istamay, ularni dangasa qilib qo'ydi va ularga o'zlaridan bo'lgan kimsalar tarafidan qolganlar, ya'ni ayol, yosh bolalar, ojiz dotavon kishilar bilan birga o'tiraveringlar deyildi. Demak, ular musulmonlar bilan jangga chiqqanlarida ham munofiqlar musulmonlarga foydasi emas, zarari tegadi. Mana sirat darslariga qaytaylik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotiga chiqqanlarida Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ham chiqqan edi. Munofiq edi. Uhudga yetmasdan turib aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinada qolib jang qilishni xohlagandilar. Sizlar chiqaylik deganlarga xo'p deb chiqdilar. Shuning uchun biz qaytdik. Men qaytdim, qaytinglar dedi. Juda ko'pchilik qaytib bordi orqaga. 300 ga yaqin odam qaytib ketdi. Demak, ana shu Abdulloh ibn Ubay ibn Salul billa chiqmaganida odamlarni qaytarmagan bo'lar edi. Aytayapti-ku, chiqqanda sizlarga foydasi tegmasdi bo'lardi. Munofiqlarning sifatlaridan 15-si Qur'on oyatlari ularga og'ir bo'ladi. Munofiqlarning belgilaridan bittasi shu. Oyatda aytsang ko'tara olmaydi. Karih ko'radi. Allohning so'zini orqaga tashlaydi. Sunnatga beparvo bo'ladi. Nima sababdan? Astagfirullah. Zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahbata a'malahum. Bunga sabab ularning Alloh nozil qilgan narsalarni yomon ko'rganlaridir. Bas Alloh ularning amallarini behuda ketkazdi. Birodarlar, munofiq odam
Musulmon odam quvonadigan narsadan siqiladi. Musulmon odamga yoqmaydigan narsalarni ko'rganda xursand bo'ladi. Agar bizda ham mana shu Alloh va Rasulining hukmini kerak ko'rishlik degan narsa bo'ladigan bo'lsa qalbimizda, bu nifoqda borligini bilib qo'yaylik. 16-sifati, siz ularni so'zidan, ohangidan, uslubidan tanib olasiz. Munofiqlar o'zlarining nifoqlarini yashiradi. Aytdik, siz bir odamni munofiq deya olmaysiz. Chunki u nifoq qalb kasali. Uni qalbini ko'ra olmaysizmi? Siz ayting, unda nifoqlikning bitta belgisi bor. Va'dasiga vafo qilmaydi deng, lekin munofiq deb hukm qilmang. Ukalar, tilinglarni ehtiyot qilinglar. Ammo Alloh taolo ana shu munofiqlar qalbida yashirgan ba'zi alomatlarini yuzidan bildirib qo'yadi. Tilidan chiqayotgan so'zlarida oshkor qilib qo'yadi. Mana aytdik-ku, sizga xursandchilik yetganda yuzidan ko'rib turibsiz, yoqmayapti siz mana shu ishingiz. Falatatul lisan tu'abbiru anil janan. Tilning yanglishib ketishligi gohida qalbdagi narsani bildirib qo'yar ekan. Tilning adashib bir gapni gapirib olishligi chiqib ketadi tilingizdan bir so'z. Gohida qalbingizda bor narsani bildirib qo'yar ekan. Falonchini molini musodara qilishibdi. Katta pul edi ekan desa, ajab bo'pti deb olasiz. Chiqib ketdi. Demak, qalbingizda o'sha odam yomon ko'rardingiz. O'zi indamay yuradi, chiqib ketdi. Nimaga yomon ko'rardingiz desa, sabab bor edi-da. Zulm qiladi, birovlarning pulini bermay qo'yar edi. Bizni tilda aytganda tovarni olib nima qilardi? Bermay qo'yar edi. Unga nisbatan o'zi qalbingizda bir narsa bor edi, chiqib ketdi. Ajab bo'pti. Dedingizda keyin xijolat o'tib ketdingiz. Munofiqlarning ham gapirayotgan gaplarida tillari adashib, og'zidan chiqqan so'zlarida Alloh taolo ularni munofiq ekanligini bildirib qo'yar ekan. Demak, birodarlar, tilning yanglishishi gohida qalbdagi narsani ko'rsatib qo'yadi. Munofiqni yuzidagi alomatlaridan, gapirayotgan so'zlaridan munofiqligi bilinib qoladi. Astagfirullah. Am hasiballazina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallohu adghanahum. Balki dillarida maraz, nifoq bo'lgan kimsalar Alloh ularning dillaridagi adovatlarini oshkor qilmas deb o'ylagandirlar. Yashiramiz deyshudimi Allohdan ham? Alloh ochib qo'yadi agar xohlasa. Walau nasha'u la'araynakahum fala araftahum bisimahum. Ey Muhammad alayhisalom, agar biz xohlasak, albatta sizga ularni, munofiqlarni ko'rsatib, tanitib qo'ygan bo'lar edik. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallohu ya'lamu a'malakum. U holda siz ularni biz belgilab qo'ygan belgi alomatlardan tanib olgan bo'lardingiz. Qasam, endi albatta siz ular so'zlayotgan zohiri iymonga dalolat qiladigan, botini esa kufr bo'lgan so'z ohang uslubidan tanib olursiz. Alloh sizlarning barcha amallaringizni bilib turguvchidir. Mo'minni birodarlar yuzida nuri bo'ladi. Musaffolik bo'ladi, ochiqlik bo'ladi, iqbol bo'ladi. Munofiqning yuzida bu narsani topmaysiz. Ularning yuzida zulmat bo'ladi, qorong'ulik bo'ladi. 17-sifati. Munofiqlarning qiyomat kunida topadigan oqibati. Astagfirullah. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lillazina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. U kunda deydi Alloh taolo, munofiq va munofiqalar iymon keltirgan zotlarga bizga qarab turinglar, biz ham sizlarning nuringlardan ozgina foydalanib olaylik desalar, qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Ularga ortinglarga qaytib nur istoringlar deyilur. So'ng ular bilan mo'minlar uning o'rtasiga darvozali bir devor burilurki, uning ichida rahmat, jannat, tashqarisida esa azob, do'zax bo'lur. O'rtaga devor uriladi munofiqlar bilan mo'minlar o'rtasiga. Ichkarisi mo'minlar tomonidan rahmat bo'ladi bu devorni,
tashqarisi munofiqlar tomonidan azob bo'ladi. Yunadunahum alam nakun ma'akum. Munofiqlar mu'minlarga aytadi: biz hayotda dunyoda sizlar bilan birga emasmidik? Qalu bala. Ular ha deydi mu'minlar. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrulloh wa gharrakum billahil ghurur. Ha, ko'rinishda dunyoda sizlar biz bilan birga edinglar. Lekin sizlar munofiqlik bilan o'zingizlarni fitnaga duchor qildinglar. Bizga bir musibat kelishiga ko'z tutdinglar. Yana islomning haq din ekanligida shubhalandinglar. To Allohning amri o'lim kelgunicha sizlarni xom hayollar aldab qo'ydi. Ya'ni hali umr uzoq, ulgiysan tavba qilgan, ibodat qilgani degan hayol sizlarni oldadi. Sizlarni aldaguvchi shayton aldab qo'ydi. Munofiqlar musulmonlar orasida yashar ekan, musulmonlar bilan birga yuradi. Masjidda birga bo'lishi mumkin, safarda birga bo'lishi mumkin, haj umrada birga bo'lishi mumkin. Birga yashaveradi dunyoda, lekin qiyomat bo'lganda birodarlar, Alloh taolo ularni ajratib qo'yadi. Mana munofiqlarning topadigan oqibati. Bizga ham qarab turinglar, nuringlardan foydalanib qolaylik, sizlar bilan birga emasmidinglar desa, ha. Jasadinglar, zohiringlar biz bilan birga edi, lekin qalbinglar biz bilan emas edi. Dunyoda qilgan amallaringlar solih emas edi, himmatlaringlar oliy emas edi, niyatlar xolis emas edi. Dunyo amal maydoni edi, o'sha yerga borib nurni istoringlar deydi. Endi u kunda bu dunyoga qaytishlik bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, qancha oyatlarda Alloh taolo munofiqlarning sifatlarini zikr qildi. Shayton kelib oldarkanda birodarlar bunaqa munofiqlarni aytar ekanki, kim ummati Muhammad bo'ladigan bo'lsa, u zot sallallohu alayhi vasallam albatta shafaat qiladi. Shuni o'zi yetadi der ekan. Shu shafaat bilan kirib ketasan der ekan. Lekin hech qaysi amalni qilmasdan, hech qaysi buyruqqa amal qilmasdan, qaytaridan qaytmasdan ummati Muhammad bo'lsa-lar qutulib ketadi deb o'yladimi? Yo'q. Huzayfa roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Bir kishi Parvardigor munofiqlarni halok qilgin deb duo qilayotgan edi. Shunda Huzayfa roziyallohu anhuga qarab, "Ey birodar, agar munofiqlar halok bo'lsa, haq yo'lda yuradiganlar kamayib ketganidan vahshatda bo'lib qolardinglar" dedi. Agar munofiqlar o'lsa, qalbida hech qanaqa nifoqi yo'q odamlar haqda yurgan ko'p qolmas ekan. Ya'ni Huzayfa roziyallohu anhuning so'ziga ko'ra, haq yo'lda yuribman deb da'vo qilayotganlarning juda katta qismida mana shu qalbida nima bor? Nifoq bor. Shuning uchun Umar ibn Xattob aytayapti-da: "Ey Huzayfa, Rasululloh munofiqlarni sanaganlarida meni ismim aytmaganmidi?" Shuning uchun Ibn Mulayka aytadi, Rasulullohda sahobalardan 30 tasini ko'rdim. Hammasi ular menda munofiqlik yo'qmikin degan xavotirda yashardi. Birontasi meni iymonim komil deganini bilmayman. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.